Islom dinining ezgu tamoyillarini chuqur o'rganish, buyuk tariximiz va madaniyatimiz durdonalarini, mashhur allomalarimizning boy merosini to'plash va keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Jumladan, Ko'hna Sharq mo'jizasi. Samarqand shahri 2025-yilda islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilindi. Ulug' vatandoshimiz Imom Moturudiyning 1155 yillik tavallud sanasi yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Imom Buxoriy, Imom Moturidiy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari qatoriga shu yil Buxoro shahrida o'z faoliyatini boshlaydigan Bahovuddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi ham qo'shildi. Buxoro sharifda 500 yillik tarixga ega bo'lgan Mir Arab madrasasiga oliy maqom berilishi, Mir Arab oliy madrasasi ta'sis etilishi, Buxoro sharifdagi juda ko'plab ziyoratgohlarni obod bo'lishligi, mo'min musulmonlarning barcha ibodat masalalari bo'yicha keng sharoitlar yaratib berilganligi bu tahsinga loyiq hisoblanadi. Va shu bilan birga muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan tasavvuf ilmini yoritish, tasavvuf ilmini boyitish, tasavvuf ulamolar qoldirgan meroslarni o'rganish va hamda tasavvuf ulamolarning hayotini yoshlarga targ'ib etish va ularning halol va pok yashash mezoni, dilbayoru dasbakor shiorini ilgari surish. Bu borada insonlarning qalbi Allohda va qo'li hamisha mehnatda bo'lishligini va buyuk allomalarimizni qoldirgan meroslarini butun xalqimizga yoritish va u xalqimizni esa halollikka, poklikka va hamda kasb hunarga chorlash borasidagi bo'lgan ulug'larimizni ana shunday bir qarashlarini butun xalqqa yoritish masalasida Bahovuddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. Bu markazning tashkil etilishi bilan butun O'zbekistonimizdagi bo'lgan mo'min musulmonlar, ulamolar juda ham xursand bo'ldilar.